Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun biz sayohat davrida alohida bo'lib turishda 3 ta yo'lni ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Birinchisi roamingdan foydalanish. O'zbek sim kartangizni roamingdan faollashtiring va unda o'z sim kartangizni ham chet elda ham ishlatishingiz mumkin. Ijobiy tarafi ortiqcha harakatlar yo'q. Salbiy tarafi juda qimmat. Narxlarni bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi usul mahalliy sim kartadan foydalanish. Siz uni aeroportdan sotib olishingiz yoki shahardan sotib olishingiz mumkin. Ijobiy tarafi arzon, salbiy tarafi sim karta sotib olishingiz uchun joy qidirishingiz kerak. Turkiya, Tailand, Vyetnam, Birlashgan Arab Amirligida sim karta narxlarini bu yerda ko'rishingiz mumkin. Uchinchi usul elektron sim karta. QR kod orqali ulanishi mumkin bo'lgan elektron sim karta. Ijobiy tarafi siz turli mamlakatlarda bir necha sim kartadan foydalanishingiz mumkin. Salbiy tarafi bu sal qimmatroq. Hammaga rahmat.